Assalomu alaykum Darvoza Olam kanali kuzatuvchilar. Yana bugun sizlarga hozirgi 2025-yilda trend bo'lib turgan Samarqand fason darvozamiz Tojikiston nohiyaga olib kelib, ustirobkasini qildik. Darvozamiz razmerlari eniga 5.65, balandligi 4 metr bo'lgan, 3 ta tumbalik, 3 ta qanotli bo'lgan, kalitgasi addenniy variantda. Bitta zo'r joyi bor bu yerda. Kalitkalar addenniy holatda ham bu yerdan ham qilib beramiz. Klient talabiga qarab turib qilib beramiz. Xohlasani 3 ta eshiklik qilib beramiz, xohlasani 2 talik, xohlasani 1 talik. Ekrandagi nomerlarda WhatsApp, Telegramlar bor. O'zbekiston bo'ylab dostavka ustirib beramiz. Besplatniy holatda SNG davlatlarga qo'shimcha kelishuv asosida qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Darvozamiz 1 kvadrat metr 2 qavatli variantda 1.400.000 so'mdan chiqar shumkali variant bo'lgan. Darvozamiz materiallar kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarda WhatsApp, Telegramlar bor. Aloqaga chiqsani materiallar bilan batafsil tanishtirib o'tamiz. Kraskalarimiz Devo kraska, avtomobilning lak, avtomobilning gruntovkalar ishlatilgan. Darvozamizni bir ko'rib baho berasizlar.